To'yiga 1 oy bo'libdi. Ayoli hali hamon qiz bola ekan. Ya'ni 1 oy davomida jinsiy aloqa qila olmayapti. Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Bunga sabab o'zidan so'raganimda bo'ydoqlik paytida ko'p pornoga qaramli bo'lgan ekan, masturbatsiya bilan ko'p shug'ullangan ekan. Va buni oqibatida hozir ayoliga nisbatan xohishi sust, ya'ni olat turmayapti. Shuning uchun hurmatli do'stlar, agar siz bo'ydoq bo'lsangiz va pornoga qaramli bo'layotgan bo'lsa va masturbatsiya bilan ko'p shug'ullansangiz, bu odatingizni tezroq tashlang. Chunki uylanganingizdan keyin bu odat sizga zarba yo'naltirishi mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda? O'z juft halolingiz bilan, ya'ni xotiningiz bilan ham jinsiy aloqa qila olmasligingiz mumkin. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda erektil disfunksiyani har qanday darajasi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta qabulga kelishingizni tavsiya qilaman. Qabulga kelasiz, siz bilan o'tiramiz, gaplashamiz va tekshiruvlardan o'tkazamiz. Tekshiruvlar natijasiga va anamnezingizga qarab sizga eng zamonaviy va kerakli yechimni tavsiya qilib beramiz.